Assalomu alaykum obunachilar, bormisizlar do'stlar? Issiqlar bilan qiynalmasdan, xudo xolasa, bugun inshaalloh Marg'ilonda 240 kvadratli uy, 300 do'stlar, esimdan chiqib qolibdi. 340 kvadratli xonadonni bugun zasipkalarni tayyorlab, hamda asfaltlarni olib kelib, shunaqangi main asfaltimizni olib kelib qilib beryapmiz, ko'rayotganingizda. Hamda shunaqangi barcha yopishtirishlar hamda joy tayyorlash hamma yo'g'ini qilib berishimiz ham mumkin do'stlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab ishlayapmiz hamda Samarqand, Toshkentda kelishilgan holatda bu tomonga Toshkentda nomerlarni qo'yaman hamda bu tomonga Marg'ilon, Farg'ona, butun vodiyni nomerini 4466 nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Videoda oxirigacha ko'ring do'stlar. Do'stlar, ko'rayotgan joylaringni zasipkasini o'zimiz toshib olib kirib, ko'pincha savol berishadi-da, toshib olib kirish kimdan bo'ladi, joy tayyorlash kimdan bo'ladi desa, albatta bizdan bo'ladi. Joyini tayyorlab, urin chiqarib, vibratorlab, o'sha mayliga, saqichiga garantiya berib, xudo xolasa qo'limizdan kelganicha avvalo xudo shunchalik qilib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Ochritlar bormi Ro'shanbek deganlarga? Albatta bor. Shunaqangi ko'rayotganlaringdek batga chuqur ko'langan, mashqga suv tushib ketadi. O'ttaniki, qolgan joylarni moslaganmiz. Agarotga tushadi holga qilingan. Bu tomonniki ham agarotga tushadi. Bu tomonniki ham общий mashq tomonniki shetga tushadi. Bag'dan bag'i shetga kelib tushadi holga qilingan. Metriga 1-1,5 santimetrdan uklon berilgan. Uklon berish birinchi o'rinda asfaltchiga muhim narsa. Nimaiki o'sha uklon yaxshi bo'lmasa suvlar to'planib qoladi. Biz ham qo'limizdan kelgancha ko'rinishni ham do'stlar, shu ko'rinishlarni ham bir xil qilib uramiz. Nimaiki ko'rinish chiroyli turadi. Ilon-bilon bo'lib tursa xunuk bo'lib qoladi. O'shaning uchun shularga e'tibor beringlar asfaltchi bolalar. Buni tevasidan nima qilasiz deyshadi, ko'pincha savol beriladi. Biz gapirib ketaveramiz, yo'qsa ko'rib videomiz like bosib ketaverasiz. Kimgadir shunaqangi asfalt, original asfalt xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol otib qo'yishingiz mumkin. Sindoshlar, qarindoshlar, kim bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xolasa inshaalloh Marg'ilonda 340 kvadratli xonadonni shunaqangi asfaltlarni tayyorlab, mana ko'rayotganlaringga qopqoqlarni ham ochilib, hali uchuvchilaring ham shuning ichida turaveradi. Xudo xolasa moslab, to'g'irlab qo'yib berilaveradi ham. Ko'rayotganingizda o'sha 180 gradusda pishgan. U tomon asfalt bo'lgan do'stlar. Ko'rayotganlaringizda yaxshi ham chiqmagan. Hamda o'sha uklonlarimizga to'g'ri kelmadi. Nimaiki splashnoy bosishga majbur bo'lganmiz. Shuning uchun asfalt tevasidan ushayadimi, steyashkalardi, burchotkalar deganlarga albatta ushaydi. Bu original asfalt bo'ladi. Narxni ola, xudo xolasa 60 mingdan 65 minggacha vodiy bo'ylab Samarqand, Toshkentda o'zining telefon raqamlarini qoldiramiz. Filialimizni bemalol manzilingiz qat bo'lishidan qat'iy nazar telefonlashib, kvadratlarni aytsangiz, narxlarni aytib berishadi. Bizda hozircha 60 mingdan 65 minggacha vodiy bo'ylab oz bo'ladigan bo'lsa, minimal uydan pastlik qiladigan bo'lsa 1-2 ming, 3 ming qo'shilib qolishi mumkin. Nimaiki oz narsaga ham baribir o'sha shopir, o'sha pulni oladi, ko'p bo'lsa ham o'shanaqa bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi tushuntirdim deb o'ylayman. Xudo xolasa ochritlar bor, ochritlarni kelishilgan holatlarda 10 kundir, 15 kundir, bir haftadir vaziyatga qarab turib o'sha 7 ta brigadamiz bor Farg'ona asfalt jamoasida. Xo'p, YouTube ishlayapti, Instagram, Telegram kanallarimiz ishlayapti. Bemalol batafsil ma'lumot bilgisi keladigan bo'lsa, bemalol operatorlarimiz javob berishadi. Xudo xolasa vodiy bo'ylab hamda Toshkent, Samarqand bo'ylab ishlayapmiz do'stlar. Shunaqangi kimgadir shunaqangi original asfalt xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerlar qoldi hamda bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, narx-navolarni Andijon, Namangan, Qo'qon qatli bo'lishingizdan qat'iy nazar narxlarni bilib olasiz. Xudo xolasa sog' bo'linglar, nima deymiz? Ko'rganda ko'rishguncha.